Hurmatli obunachilar, Sharsharadan 40 sutelli obyektimiz chiqyapti. Sharsharadagi domlarimiz, birinchi ko'chamiz. Shu 40 sutli ditsatimiz sotuvda. Ugravoga joylashgan. Bismillah, kirishimizdan shuna katta qilib stashkalar qilib qo'yilgan. Ikkita tarafi priyomniy. Buxgalteriya. Chap tarafimizga katta pikapni ekan. Buni ham отдельно savdo qilib olsanglar bo'ladi. Bismillah. Oyoq kiyim yechilayotgan joylar qilib qo'yilgan. Xo'p, bismillah. Kirishimizda katta holdek qilib qo'yilgan ekan. Polni palaslar to'shalgan. Ko'p turgan hamma jihozlar qoladi. Endi videomiz katta bo'lib ketmasligi uchun tez-tez qilib tayyorlaymiz. Bu boshlar xonasi, rahbariyat xonasi. Meditsinskiy ko'rik. Xo'p, oshxonamiz. Stolovimiz. Hamma jihozlar qoladi. Sanuzillari. Yotoqxonasi. Tak, bu tarafga ham yotoqxonalari. Yana bu yoqqa katta zal bor ekan. Sportivniy zal. Kattaligini qarang. Sportivniy zalda o'zi bir 300 kvadrat bor. Bu esa ditsatimiz 40 so'mga joylashgan, 1600 kvadrat. Narxi ketayotgan bo'lsa, 150 ming egani qo'llayib berilar ekan. Qolgan kreditlari ham bor ekan. Uni podrobno egasi bilan savdo qilib olasizlar. Real notga real qilib berlar, pastdagi nomerga bemalol qaytib qo'yasizlar.